أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi tefsiri 234. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlaha İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Bakara suresi tefsirinin 234. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İçinlada özü vafat bulup ayalları kılıp kalgan kişiler bolsa ayalları 4 ay 10 gün iddet tutuşu gerek. İddeti toşqandan keyin özleri toğruluq qoida boyunca iş qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga igidorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. O'lib qolgan ayolning iddeti. Alloh Taala bu oyatda o'lib qolgan ayollarni mayli ular erlar bilan cinsi münasebet ötküzüşten burun yoki uningdan keyin ölüp ketgan bolsun, ularni 4 ay 10 gün iddet tutuşqa buyurdi. Bilan cinsi münasebet ötküzmegen ayolning iddet tutuşidagi sabab bu ayet ularni ayırmay hammani o'z ichiga olganligi va tuvandagi hadisning kelganligi uchundir. İmam Ahmad ve başka hadis rivayet kıldıgan alimlerden rivayet kılınan bir hadiste mundaq deb geldi. İbn Mes'ud'den bir ayalını algan ama onun bilen cinsi münasebet ötküzmey ve onunla berdigan toyluqni munchilik berey deb to'xtatmay ölüp ketken bir kişi to'g'risida necha qitim savol so'raldi. İbn Mes'ud radıyallahu anhu ahirida men bu işte özümnün köz qarşımni deymen. Eğer o to'g'ri bo'lib qalsa, bu Allah'ның utuq ata qilishi bilan bo'ladi. Eğer o xato bo'lib qalsa, mening kamchiligimdan ve şeytanның azdırishidan bo'ladi. Allah ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselamla xatolikdan paktur deb bo'lib, onunğa to'liq berildi deb javob berdi. Yeni bir rivayette kim ziyoda qilmasdan chiroyi ve boshqa tarafda uningga o'xshab ketadigan ayolga berildigan to'liq berildi. O ayol ölümning iddetini tutishi lozim. Hem uningga miras berildi dedi. Andın Ma'qal ibn Yasar qo'pib, men payg'ambar alayhissalomning vashqining qizi Barva haqida sen hukm qilganga o'xshash hukm qilganligini anglagan edim dedi. İbn Mas'ud bunu anlab o'zining chiqargan hukmining payg'ambar alayhissalomning hukmi bilan udul chiqib qolganligi uchun nihoyat bek xushal bo'lib ketdi. Yeni bir rivayette Ashja qabilasidan bir turkum kishi biz payg'ambar alayhissalomning vashqining qizi Barva'ga mushunda hukm qilganligiga guvohlik beramiz dedi. O'lib qolgan ig'ir oyoq ayol bu hukmning ichiga kirmaydi. U mayli ölüp ketib bir necha kundan keyin yoki 7-8 oydan keyin tug'sin, balını tuqqandan keyin iddetdan chiqadi. Barliq homildor ayollarning iddetining ularning balını tug'ib bo'lishi bilanla tugaydiganligini
tövendeki ayet hadisler ko'rsatib berdi. Hamildar ayollarning iddati mayli qo'yib etilgan bo'lsin, mayli o'lib ketgan bo'lsin, bo'shinish bilanlar tugaydi. Hadisda mundaq deb keldi. Sabi'a Aslami degan ayol ig'ir oyoq edi. Ig'ir oyoq chaqda uning eri Said ibn Havla o'lib ketdi. U o'lib ketib, uzun qolmay tug'di. Yana bir rivoyatda bir necha kundan keyin tug'di. U nifasi tugab, uningdan pokizlanib chiqqandan keyin elchi bo'lib kelgan kishilarni kutib olish uchun yasang'ili turdi. Uning qishig'a Abu Sanabil ibn Bashkak degan kishi kirib, siz nima deb yasanasiz? Siz turmush qurishni arzu qiladigandak tursiz. Allah bilan qasamki, sizga 4 oy 10 kun to'shmig'icha birsi bilan turmush qurishingiz to'g'ri bo'lmaydi, dedi. Sabiya mundaq dedi. Shu kuni kechda men kiyimlarimni kiyib payg'ambar alayhisalomning yoniga bordim va uningdan bu ish to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhisalom menga mening balini tuqqan chig'imdala iddatimdan chiqadiganligimni bildirdi va xohlagan vaqtda mayli kim bilan bo'lsin to'y qilishimga ruxsat berdi. İddet to'yishning hikmati. Said ibn Musayyib, Abu Aliya va boshqalar o'lib qolgan ayollarning iddati 4 oy 10 kun bo'lishining hikmati uning qo'sig'ida bola bo'lib qolishning ehtimoli bo'lganligidandir. Agar u 4 oy 10 kun kutsa, balaning bar yo'qligi oshkor bo'ladi, dedi. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan sizlarning biringlarning yaratilishi onasining qo'rsig'ida 40 kun abi mani holatida turdi. Ondan shunchalik vaqtda, ya'ni 40 kun ichida laxta qonga aylanadi. Ondan yana shunchalik vaqtda 40 kun ichida bir parcha go'shga aylandi. Ondan bir farishta avatilib, buningga jon puylanadi. Bu hadisdagi 3-40 kunni hisoblasak 4 oy bo'ladi. Ba'zi ayollar 30 kundan kam oz bo'lganligi va boladagi harakat uningga jon kirgizilib bo'lgandan keyin bo'ladiganligi uchun 4 oydan keyin ehtiyot tufaylidan 10 kun qo'shib qo'yiladi. Xo'jayindan qo'rsoq ko'targan didakning xo'jayini o'lib qolganda tutadigan iddati. Yuqorqi masalalarda ba'zi olimlar xo'jayindan bola tuqqan didakning iddatini agar xo'jayini o'lib qolsa, yuqori deyilgan hur ayolning iddatiga o'xshash bo'ladi degan ko'z qarashda birlikka keldi. İmam Ahmad ularning ko'z qarashini quvvatlab, Amr ibn Asning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar bizning payg'ambarimizning sunnatiga xato narsalarni aralashtirib etmanglar. Xo'jayinidan bola tuqqan didakning xo'jayini o'lib qolsa, uning iddati 4 oy 10 kundir, dedi. İddat ichida qorliq tutishning vojib ekanligi. İddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollar igdorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Bu oyat o'lib qolgan ayolning iddatidan chiqib bo'lguncha uchun qorliq tutishining lozimligini uqtirdi. Bu haqdagi hadisda mu'minlarning onalaridan Ummu Habiba ve Zeynep binti Cahsh'tin Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligi rivoyat qilindi. Allah Teala'ga ve qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol kishining eridan boshqa o'lib qolgan kishi uchun 3 kundan ortiq qorliq tutishi halol emas. Ammo eriga 4 oy 10 kun qorliq tutadi. Yeni bir hadisda Ummu Salamaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bir ayol, ey Allohning payg'ambari, qizimning eri o'lib ketgan edi. Qizimning ko'zi og'rib qoldi.
biz uning ko'ziga surma tartsak bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom yo'q deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom bu savolga 2 yoki 3 qitim yo'q deb javob berib, shak shubhisizki uning qorliq vaqti 4 oy 10 kun bo'ladi. İslam kelishdan burun sizlar qorliq uchun 1 yil uyda o'tiratdinglar dedi. Salamaning qizi Zeynep burunqi qorliq haqida mundaq deydi. Er ölüp qalgan ayal özünün kiyimlerini kiyip qaznaq kirib o'ltiratdi. 1 yil bo'lmag'icha xushbo'y narsani tutib salmaydi. Ya'ni ishlatmaydi. 1 yildan keyin qaznaqdan chiqatdi. Uningga qushmayqi beriladi. U uni atatdi. Ondan uningga eshakdek yoki qo'ydek cho'ngliqda bir go'sht keltiriladi. U uning ustixonlarini sundiratdi yoki kesatdi. U qush o'lib qoladi. Qorliq tutish degan atirga o'xshash xushbo'y narsalarni ishlatmaslik, chiroyli kiyinmaslik va oltin jabduqlarga o'xshash zibu-zinnatlarni ishlatmaslikdan iboratdir. Qorliq tutish eri o'lib qolgan, balog'atga yetmagan kichik qiz, cho'ng ayol, ozod, qul, kofir yoki musulmon qatorliq hamma ayollar uchun vojibdir. Er o'lib qilib qorliq tutmagan yoki qorliq tutsimi, chiroyli kiyinib yasinishni tashlamagan ayollar qattiq gunohkor bo'ladi. Iddat to'shqandan keyin sizlarga, ya'ni shu ayollarga igdorchilik qilg'uvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Zahhak va Rabi ibn Anas bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni ularning iddati tugab bo'lsa, ayollarga igdorchilik qilg'uvchilarga gunoh bo'lmaydi. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Taloq qilingan yoki o'lib ketgan bir ayolning iddatidan chiqib bo'lgandan keyin erga tegish uchun chiroyli kiyinishi va o'ziga elchi bo'lib kelganlar bilan ko'rishishi gunoh emas. Bu qoida boshqalardanmi shundaq rivoyat qilindi. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollar igdorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning, ya'ni halol nikoh qilsa deganligini rivoyat qiladi. Hasan, Zuhri va Suddilardanmi shuningga o'xshash rivoyat qilindi. İddeti to'shmagan ayollarga ularni oladiganliklarini puritib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochadiganliklar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkori aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga ilishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardikini bilib turdi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Iddat tutayotgan ayollarga elchi avatishning hukmi. Iddati to'shmagan ayollarga ularni oladiganliklarini puritib o'tsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni sizlar erlar o'lib ketib, ular uchun iddat tutib turayotgan ayollarga o'zinglarning ularni oladiganliklarini ochiq demay puritib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh yo'q. İddeti to'shmagan ayollarga ularni oladiganliklarini puritib o'tsanglar yoki uni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Savri, Shu'ba
Jarir va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Puritib qo'yish degan men o'linishni xohlayman yoki mundaq sifatlik ayolni yaxshi ko'raman deb go'zal so'z orqali pozitsiyani bildirdi. Go'zal so'z orqali puritishni bildirdi. Yana bir rivoyatda men Allohning menga yaxshi ayoldan birini berishini xohlaydim desa yoki shuning o'xshash so'z qilsa bo'ladi. Ammo niyatini oshkor bildirsa bo'lmaydi. Ammo Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Puritish degan men o'ylanishni xohlayman. Men ayollarga hojatmand bo'lib qoldim. Allohning menga yaxshi ayoldan birini berishini xohlayman deyishdir. Mujahid, Tavus, Ikrima, Said ibn Jubayr, Ibrohim Naxai, Sha'bi, Hasan, Qatada, Zuhri, Yazid ibn Qasid, Muqatil ibn Hayyan va Qosim ibn Muhammad qatorliqlarmu puritish to'g'risida Ibn Abbas deganga o'xshash fikrda bo'ldi. Salaf olimlarimi o'lib qolgan erlar uchun iddat tutayotgan ayollarga o'zining oladiganligini ochiq demay puratsi bo'ladi dedi. Shuningdek, 3 taloq qilinib iddat tutayotgan ayollarga o'zining niyatini yo'shirin ifodalab qo'ysa bo'ladi. Amr ibn Hafsa ayoli Fatima binti Qaysini 3 taloq qilib o'tganda payg'ambar alayhisalom uni Ummu Maktumning uyida iddat tutishga buyurdi va iddati to'shqanda o'ziga xabar berishni topildi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom uningga ma'lum ishdan shabi berib qo'ydi. Fatima iddatdan chiqqandan keyin payg'ambar alayhisalomning ozod gardisi Osama ibn Zayd elçi kirgizdi. Osama ibn Zayd elçi kirgizdi. Şunun bilen payg'ambar alayhisalom Fatimani Osamaga yotliq qilib qo'ydi. Ammo bir yoki 2 taloq qilinib iddat tutayotgan ayolga o'zining eridan boshqa bir kishining o'ylanmoqchi bo'lganligini ochiq deyishi yoki puritib qo'yishi durust emas. Chunki u iddatidan chiqib bo'lguncha burunqi erining ilkida hisoblanadi. Yoki buni dilinglarda yoshirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni sizlar ularni olmoqchi bo'lganliginglarni ko'nglinglarda yoshirsanglar, gunoh bo'lmaydi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Robbing ularning dillarida yoshirin tutganliklarini va ig'izlarida deganlarini bilib turdi. Men sizlar yoshirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Ularga ig'iz ochadiganliginglar Allohga ma'lumdir. Ya'ni ko'ngillaringlarda aslaysizlar. Ko'ngillaringlarda asligan gunoh sizlardan kechirim qilindi. Lekin ular bilan yoshirin va'dalashib qo'ymanglar. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sen uningga u iddatidan chiqishdan burun men sizni yaxshi ko'rib qoldim yoki mendan boshqa birisiga tegmaslikka menga va'da bering deganga o'xshash gaplarni qilma. Said ibn Jubayr, Sha'bi, Ikrima, Abu Zuha, Zahhak va Zuhri qatorliqlarmu yuqorqi ko'z qarashga qo'shilganligini bayon qildi. Bu haqda Mujahid va Savri mundaq dedi. Bu oyatning ma'nosi u ayoldan o'zidan boshqasiga tegmaslik uchun va'da ilib olish deganlikdir. Faqat oshkora aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Suddi, Savri va Ibn Zayd qatorliqlar mundaq deydi. Bu oyatdan yuqorida so'zlangan puritib qo'yishning durustligi maqsad qilindi. Muhammad ibn Sirin
men Ubaydadan faqat oshkora aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi degan oyatning ma'nosi haqida so'rasam, u bir kishi u ayolga igdorchilik qiladigan kishiga uni mening xabarimsiz berib etmang deyishidan iborat deb javob berdi. İddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishga bel bog'lamanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Sha'bi, Qatada, Rabi ibn Anas, Abu Malik, Zaid ibn Aslama, Muqatil ibn Hayyan, Zuhri, Ata Khurasani, Suddi, Savri ve Zahhak qatorliqlar mundaq deydi. Sizlar iddeti tugab bo'lguncha nikoh qilmanglar. Barliq olimlar iddet tugmay turib qilgan nikoh durust bo'lmaydi degan fikrda birlikka keldi. Bilinglarki, Alloh dilinglardikini bilib turdi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Alloh ularni ayollar to'g'risida yomon ishlarni xiyoliga keltirib, ko'nglida yomon xayollarning paydo bo'lib qolishidan ogohlantirib, yaxshi ishlarni o'ylashga buyurdi. Ondan ularni o'zining rahmatidan ümidsizlantirmay mundaq dedi. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Agar sizlar ayolinglarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yib atsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Jinsiy munosabat o'tkazmay turib taloq qilish to'g'risida Alloh taolo erning ayolini ilib bo'lib, uning bilan jinsiy munosabat o'tkazishdan burun taloq qilib etishiga ruxsat qildi. Shundaqla uni taloq qilib diliga aziyat beradigan ish bo'lib qolsa-mu, jinsiy munosabat o'tkazishdan va ergi tekkan chaqda tuyuqsiz tekkan bo'lsa, to'yliqni muayyanlashtirishdan burun taloq qilsa-mu bo'ladi. Taloq qilib bo'lib bir narsa berish to'g'risida. Shunga Alloh er kishini o'zining qudratiga yarasha, boy bo'lsa boyligiga, namrat bo'lsa namratligiga yarasha jinsiy munosabat o'tkazishdan va to'yliqni bekitishdan burun taloq qilinib ketgan ayolning ko'nglini yasash uchun uningga bir narsa berishga buyurdi. Bu haqda Imom Buxoriy Sahil ibn Said va Abu Usayd radhiyallohu anhu qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Shurahbilning qizi Umayma bilan to'y qildi. Ondan u ayol Payg'ambar alayhissalom turayotgan uyga kirgizildi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini u ayol tarafga sundi. U ayol Payg'ambar alayhissalomning qo'lini sunganligini yomon ko'rgandek qildi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom Abu Usaydni uni tayyorlab yo'lga silib qo'yishga va uningga ko'k ko'nglakdan ikkini berishga buyurdi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 236-oyatigacha angladinglar. Oxirini keyingi qitimni o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.